voy bile nima bo'ldi? Dam olish bo'ldi-ku. Teshilibdi-ku. Assalomu alaykum. Yordam kerak emasmi aka? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bo'lasiz. Dami ketib qoldi-da, balon yo'qmiz apasga. Bo'ldi, hal qilamiz hozir. Chekkaroq qolaylik hozir. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi aka? Dami ketib qoldi. Bo'ldi, bizda naborimiz bor aka, ko'rganmisiz? Bekboltda taniyman, ko'rganman, Instagramda yaxshi kuzataman buni. Bo'ldi aka, Instagram kuzatgan bo'lsangiz, Bekboltda o'sha yo'llarga chiqqanda naborimiz bor. Hozir o'shandan foydalanamiz. Mana aka, biz o'sha naborimiz. Mansur aka o'zingiz bitta akamlarni servis bilan tanishtirasiz. Aka mana yo'lda bironta shu balon nimasida muammo chiqqanda, buni ichida xudo xolasa mana bilganlar biladi. Ham damlab beradi, ham yama beradi bu. Endi sizlar uchun. Hozir sal dami pasayibdi buni. Hozir birinchi damlab olamiz. Aka mana shuni bitta perigorga ulaysiz. Buni shunday suqamiz. Bo'ldi, ishingiz hal aka, xudo xolasa. Ochib oling kalitni o'tib qo'ying lojida. Bundan tashqari mana buni o'zini nimalari bor, yamaydigan narsalari. Shu balon bilan muammo bo'lganda sirazi hal qiladi bu naborimiz, xudo xolasa. Aka mana ko'rib oling, 2 bo'ldi. Bu yetadi. Bundan qattiq balon joski qilib beradi mashinada. Akamlar ishlarni bitirdi. Endi akamlarga buni hadya qilamiz, nima qilamiz aka? Aka Bekboltga rost bilan agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, chin ko'ngildan podarka sizga. Obuna bo'lganmi albatta? Podarka sizga aka. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Buni mana shu Bekbolt mashinasi qayerda ko'rsangiz, mabodo to'xtataverasiz, xizmat bo'lsa chiqamiz. Rahmat, rahmat. Charchamadi. Sog' bo'ling. Xo'p.